Bu to'xtanglar, men juda ham uzoqlashtirib yubordim. Standartga qo'yaylik. Adashmasdan to'xtanglar. Shunday turuvdan. AMG GLC 43 4ta balonlik suvda tushmam nimaligini summatik avtomat bo'lsa kerak. Конечно, avtomat chunki bu narx sal arzonroq. No qaysi ma'noda arzon bularga nisbatan bu $75,000 atrofida ekan. No bo'yatganda bu bularga nisbatan arzonroq, narx arzon emas. Ya Alloh. Kulib bunday video qilgan bo'yicha e'tibor qilmanglar, chunki bir yangi yil, uzr, gapni chalg'idim. İnsanlar videomu ko'rib sal настроениyaga nuqson deyman, chunki umri boshqacha video qilsa ham bo'ladi, lekin nima qilaman, o'zi insonlar ko'pini настроенiyasi bo'lmaydi. Men videomda sal nimadir olib sal xushchaqchaqroq bo'lsin deyman. Bu yoqda adashmasam minilgan mashina juda ham ko'p. Bu yoqda ko'rsanglar, yangi yil degan adashganman, yangi yil atmosferasi qilib qo'ygan. Shvetsiyada juda ham klientlar bilan ishlashga katta e'tibor berishadi, juda ham klientlarni juda ham hurmatli joyga qo'yishadi. Ko'rishingiz mumkin. Biz to'xta, bu yoqqa boraylik-da. Bu yoqqa borib, masalan, bular eshiklari ochiq, men sizlarga salonlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Yo'q, qo'shmagan bo'lsa, bular uncha qimmat emas, men ko'pcha yopib, qulflab tashlashmaydi. Sariy rang. Chiroyli. Kombi e'tibor qilsanglar, qaranglar. Shvetsiyada hamma kombi minadi. Nimaga? Bizda ham kombi. Kombi mashin populyar Shvetsiyada. Sedan ya'ni mana sedan kombi bor. Keyin kabriolet varianti bor. Sedanga nisbatan, kabraga nisbatan kombi har doim minishadi. Mercedes yuzini qaranglar. Yillar o'tish davomida juda ham o'zgarib boryapti. Bu sal narxi o'rtacharoq. Chunki bu 2017-yildagi $40,000 atrofida. $40,000 2017-yildagi. No, O'zbekistonda $40,000 ga nima beradi? Malibu'ni mashina komplektatsiyasi bilan beradim. 2000 Uzr, videoda sal pameh bo'ldi. Malibu olgan bo'larmidingiz? Mashina komplektatsiya bilan yoki mana shu Mercedes olgan bo'larmidingiz? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Fikrlarim menga juda ham qiziq. Kommentariyaga yozinglar, nimadir yoqmayotgan bo'lsa aytinglar albatta. Qancha ko'p fikr bildirsanglar, shuncha videoni ko'tarilishiga sababchi bo'lasizlar va menga yordam bergan bo'lasizlar. Aytgandek ochiq salonlari bilanki Mercedes saloni juda ham qulay. Sidenani to'g'irlash uchun, hamma narsa sidena uchun. Boshlash mumkin. Kojinli salon. Koja. Mercedesda aytibmanki, juda ham mягкий mashina, juda ham mягкий. Rul, даже rullarigacha isiydi. Bu narsa hozir O'zbekistonda ham bordir. Bu yangi emasdir, lekin hozir bunaqa narsalar bo'lmasdi. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Семейный mashina va kombi variant. Buni narxi, bu boya serisini ko'rsatgandim. Qora va seri yonma-yon turibdi. Buni narxini sizlarga ko'rsataman. Bu ham xuddi shu narx atrofida, qaranglar, pashti bir xil narx. Yili ham bir xil, narxi ham bir xil. Juda ham qiziq. 3 yil Shvetsiyada nimaga 3 yilda mashina almashtiradi bilasizlarmi? Har 3 yilda, chunki har Shvetsiyada yangi mashina garantiyasi degan narsa bor, 3 yilga beriladi. Nima qanaqa muammo bo'lsa, Mercedes to'g'rilab beradi. Shuning uchun insonlar 3 yilda mashinasini almashtirib, ya'ni yangi oladi, sotib yuboradi, 3 yil minib yangi oladi, sotib yuboradi. Mana shu C-class, xuddi shundan qorasini haydab ko'rganman. Juda ham ajoyib mashina, lekin sal jo'skiroq, bilmayman nimaga. Mana bizani uydagidan ancha farq qiladi. 2019-yil, voy kaltirib ko'rinyapti, narxi $45,000 atrofida. Lekin juda ham ajoyib mashina. 2 kishilikligi yomon buni, 2 kishilikligi. Ya'ni Nito tomoni ko'rishingiz mumkin. 2 kishilik mashina. Orqasiga o'tish uchun mana bunda tushirish kerak, sal neudobniy. Endi bu neudobniy emas-ku mana, lekin o'tishga qaranglar, nafaqat tushirgandan keyin o'zi sideni oldinga surilar ekan. Biz orqaga qo'yamiz buni.
orqaga qo'yib qo'ysa, biz orqaga qaytar joyiga. Texnologiya. Aytgandek, ichlari koja, demak, ajoyib. C varianti mana shunday yaxshi ko'raman. Inshaalloh ishlarimiz o'ngidan kelib hammasi yaxshi bo'lib ketsa, shunaqasini qorasidan olishni niyat qilib qo'yganman o'zimga. 2 kishilik bo'lsa ham mayli, yaxshi ko'raman qorasini. Ko'rishinglar mumkin. Oldi nimadir qilyapti motor, shuning uchun sal xunuk turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Bu garajı. Ya da adashmasam bu tomon bu, ya'ni minilgan mashinalar bor. Yani minilib qanday bir 2-3 yil minilgan mashinalar. Mana bu C'ni eskisi adashmasam, C varianti. Kabriolet va bunisi iye ekan, adashdim, qaralib, mashina tushunmasligim shu yerdan ma'lum. 2018-yildagi qadada 42-43 ming dollar atrofida. Iye varianti. Lekin boshqacha. Kabriolet. Mana bu yerda yana bitta bor. Ikkita. Bunisilam. Mana bu siyakin kodlar o'xshashcha, juda ham o'xshaydi. Faralari farq qilmasa, bu где-то 48 ming dollar atrofida. 2020-yil yurgani 20 ming kilometr yurgan. 20 ming kilometr yurgan. Men bilmayman, hozirda Taho yana 3 xil varianti bor. Nomi juda ham qiyin. Chevroletlarni ayta olmayman O'zbekistonda. Mana shularni solishtirib ko'ringlar. Ular Jeep to'g'ri, boshqacha variant, Captiva'lar bor, boshqacha variant. Mers ishonaveringlar, qolishmaydi mягкилigi bo'yicha. Lekin o'zimizda O'zbekiston yo'llariga bilmayman. Hozir ancha yaxshi bo'lib qolgan-ku yo'llar, lekin o'zimizning modellar ham shunga aniq qilib chiqariladi, moslashib. Yo'ldan ajoyib Mers olib borib, yo'l yomon asfalt joylarda yursiz bormi? Mana degan mo'jizadan baqirib boradi, qo'pol qilib aytganda. O'zbegimni pastga urib karmanda qilayotgan ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi insonlarga murojaat qilmoqchiman. Bas qillaring. Yeta. Hamma davlat tomoshin yo'llariga o'zini shasharaga qarab ishlab chiqarilsa kerak, lekin hozir O'zbekistonda bo'layotgan ancha yo'llar yaxshilanib qolgan. Men shaxsan Jizzaxda yashayman o'zim. Bizda yo'llar normalniy. Sold degani sotildi degan. Hozir yana boshqacharoq variantlarni ko'rsatishga harakat qilaman. O'zi ko'p gapirib boshini olib qo'ydim deb o'ylayman, chunki gapirmay faqat shunday olib yuraversam qandaydir meni fikrimcha qiziq chiqmaydi. Sal gapirib, настроение ko'tarib shunaqa video qilishga harakat qilaman. Bizning uydagi Mers bilan bir xil Mers emasligini topmoqchiman. Mana shu bir xil. Mana shu oq bizning bilan bir xil uydagi bilan. Ichini ko'rsataman, boy o'zimizga kiradi. Ustilari shuncha sal ko'rsatishga qildim. Bir xil bizniki bilan. Lekin bizning qorasi. Bu ham juda ham ajoyib semeyni keng mashina. Semeyni bo'lgan bilan ovozni eshitdilar, chotki. Juda ham mягкий mashina, eng qizig'i juda ham mягкий. Buni ichi zamjuv ekan, sal boshqacharoq. Rullari sal boshqacha, bu variant sal boshqacharoqmi deyman yoki ichiga sal kamroq pul qo'yishgan. Biznikidan sal farq qilar ekan ishlari. Narxlarni ko'rishinglar mumkin. Nima edi? Men Umid G'afurov Troll.uz saytida ko'rdim-ku. Eshik yopayotgan vaqtda. Ko'rdinglarmi? Yerda ham yopilmaydi asli. Ana. Mana. Ko'rdinglar? Yopilyapti. Bagajni ochib ko'rsam, bagaj avtomat. Zamjuv. Adashmasam yerda bir coverchik turishi kerak. Yo'q. Bir xil bo'layotganmi? Bizlar hamma narsa avtomat. Bu juda ham chiroyli mashina, oq. Lekin biz qorasini olganmiz. Shu buni narxi qancha ekan? Bu hozir qancha yurgan ekan? Narxini solishtiramiz. Biz amakim ko'p narsa tiqqan, ichiga komplektatsiya bu Y variant. Yili 2020.
2020 25 ming kilometr yurgan, $40,000 atrofida ekan. 2020-yil. Faqat 1 yil, уже 2021 keldi. 1 yil haydalgan. Kam haydagan. Juda ham kam haydalgan, lekin adashmasam ko'p narsa qo'shmagan. Standart, ya'ni bu zavoddan chiqqan bir ikkita sal narsalarni o'zgartirgan. Ya'ni sotish uchun ham bir paytlar sotib olayotgan vaqtda zakaz qilasiz, o'zi o'tirib yoki kompyuterda o'zingiz terasiz, mashina yasab berishadi sotuvchilar. Bu narsa qo'shimcha olishni maslahat qilishadi, chunki sotib olish va sotayotgan vaqtda sotib olishingiz mayli, keyin sotishingiz kerak bo'lgan vaqt sal komplektatsiyasi bo'lmasa odamlar olmaydi, chunki oddiy standart varianti bor, hech kim olgisi kelmaydi. Sal qo'shimchalar bo'lsa, mashina ham chiroyliroq bo'ladi, ham ichidan, ham motor, hamma tomonlama o'ylab bu sotuvchilar ham sotayotgan vaqt shunday sizga terib sotadiki, ham yaxshiroq mayli, sal qimmatroq sotasiz, lekin sotib olasiz, lekin sotayotgan vaqtingiz sal dostoyniroq sotish uchun. Faqat bir tomonli emas. Aylanib o'rgilib, aylanib o'rgilib faqat shu narsa oldiga kelyapman. Juda ham chiroyli. Ko'ringlar buni. Sport. Mashinani juda ham yaxshi ko'raman. Ko'pini tushunmasam ham, lekin ko'p narsasini ham detalni tushunmasam ham, mashinani juda ham yaxshi ko'raman. Biturbo V8 qulf. Конечно, qulf qo'yishadi, o'tirmasin desa kerak, lekin Audi'da u birda ko'rganimda R8 Sport ochiq edi. Ishonaveringlar, R8 bulardan qolishadi degan narsa emas. R8 ham mosh. U tomoni mana bu qizil avval Sport o'sha edi, Leverance Hall. Bu tomonda sotib olingan mashinalarni yetkazib berish xizmati, ya'ni sotib olingan mashinalarni hol o'zbekchasi nima edi? Zali. Ya'ni bular o'sha sotib olib bo'lindi. Bormaylik, birov mashinalarning nomerlarini ko'rsatib bo'lsa mito'roq. Har xil xayolga borishi mumkin odamlar. Buyoqda yangilarni yoki sotuvda turganlarni ko'rsatamiz, sotib olinganlari bizga qiziq emas. Hozir AMG bular adashmasam yopiq. Biz ko'ramiz. Chunki qimmat, boya aytganimdek tur balonini tortadi. Ana bu Furamatic degani Quattro, o'zbekcha aytganda, Quattro sistema Audi'ga o'xshaydi va BMWda X-Drive adashmasam, tur balon tortish, yana BMWni uncha tushunmaganman, adashgan bo'lsam uzr. Tur balon tortish, lekin men o'ylamayman, Audi bilan bir xil sistemada ishlaydi. Chunki qishda men sinab ko'rganman, o'zimizdagi Merc. Quattro Audi bor edi, avval bizda A5. Qishda sezasiz farqini. Tur Audi'ning Quattro sistemasi Merc'da Furamatic bilan bir xil emas. Audi yaxshiroq deb o'ylayman, men o'zim bir haydab ko'rgan shaxs sifatida. Endi bilmaman, hammaning o'zining fikri bor, bu meni o'zimning bir shaxsiy fikrim. Odam ancha ko'payib qopti pastda. Kelgan vaqtda odam kam edi. Misolini ko'ramiz. Yarki, освещение juda ham zo'r qilib qo'ygan, shunday klientlar agar chimno yorug' qorong'i tursa, bunaqa effekt bermaydi. Ko'p aylanib yuribman. Hozir yana kuzataman, agar boshqa bir mashinalar chiqib qolsa, pastda Jeeplarning ichini ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Pastga tushib, ya'ni Jeep GLS, GLC variantlarini ichlarini ko'rsataman. Ular juda ham ajoyib ketdi. Odam ancha ko'payib qolibdi. Yo'lda shanba bozor kunlari odamlar kelishadi, mashinalarni ko'rishadi, haydab ko'rishadi. Hamma bo'sh vaqtda yangi yil davomida ko'p odamlar kelib, zal aytgandek, hozir men sizlarga boya GLC'ni ichini ko'rsatishga harakat qilaman. Bu kupe deydi, adashmasam buni. Bu eng kattasi Mercedes'ni. Adashmasam shu. Juda ham katta mashina. Mana даже telefon kamerasi hisoblayapti. Orqada o'zim sig'adi. Adashmasam eshigi ochiq. Ko'rishinglar mumkin, даже shofyor juda ham boshqacha bu. Ichidagi hidni ko'rsanglar, yana panorama kirishali. Ajoyib, juda ham keng. Tank. Sizda adashmasam tank to'ldirgandek his qilasiz. Juda ham baland.
mana yerdan farqi juda ham baland. Mana Malibu, yo'q Malibu debman. Tahoe bilan narxini solishtiramiz. Tahoe ham semeyni juda katta mashin. Bu Merc, lekin Tahoedan adashmasam ancha mягкий. Juda ham qulaylik tomonlari men fikrimcha Tahoeni men hech ko'rmaganman. Realni bir o'tirib obzor qilib ancha farq qilsa kerak Tahoedan, chunki Merclar juda ham mягкий bo'layotganda. Narxini solishtiramiz. Где-то 100 ming 98-100 ming dollar atrofida. 98-100 ming dollar atrofida. Ko'rishingiz mumkin. Hozir orqalarini ko'rsataman. Sizlarni o'tiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Chikarni вообще katta. Orqasida hali yarim gektar joy bor, olmasak orqasini ko'rsatishga harakat qilaman. O'zimni bir maqtab qo'ying. Mana do'stlar, bu bashara bilan dunyodan tog' o'tib kelsa kerak u. orqasini ko'ringlar. Orqasida shuncha joy bor, bu yoqqa bilmayman nima qilsa bo'ladi. No. Lyuks. Mashin вообще lyuks. Quflandimi? Oldini ko'rsatamiz. Odam eshikni ochib o'tirgandan keyin hozir videoda ko'rinmadi. Birinchi ichkarisidan yarqiroq bo'lib, keyin temnilashar ekan. Juda ham ajoyib. Men fikrimcha bunga ko'p komplektatsiyasi qo'shilgan. Bu oddiy zavoddan chiqadigan variant emas. Koja, stollari, ichi juda ham keng. Ko'rishinglar mumkin, avtomat. Mercda adashmasam 80-90% hammasi avtomat chiqadi. Hozir yarqi sessiyalar kerak ishlarni ko'ramiz. Faqat oldi emas, orqalari ham hamma joyi yarqi bo'libdi. Mana yer qaranglar, shuncha pul tiqishgan, lekin mana yana oq qilib qo'yishgan. Menimcha oq qandaydir chiroyli emas. Shu yerda bir arzimagan joyini qora yoki zambajoy qilib qo'ysa, bundan-da stilliroq bo'lar edi deb o'ylayman. Bu o'zim bir hech kimga kerak emas bo'lgan fikrim. Shakarsan, shakar. Hazırlı albatta. Orqasini ko'rsataman. Orqasini ko'ringlar. Buni uchiga sideniya, ikkita sideniya bor, zapasni ikkita. To'zib qo'yib, orqasida o'tirsa bo'ladi. Adashmasam 2, 3, 7 kishilik bu sideniyalar turadi. Men uncha katta joy deganimga sabab qaranglar, mana sideniyasini turg'izib qo'yib, orqada ham ikkita yosh bolalar o'tirib ketsa bo'ladi. Men uchun yosh bola emas, kattalar ham o'tirib ketsa bo'ladi, chunki juda ham keng. E'tibor qilmoqda shunisiga yopamiz. O'zi yopiladirg'on deydi-ku o'zbekchasiga shu. Bu boya ko'rsatdim bularning ichini. Ketdik. Mana bunisini ko'rsataman hozir. Buni saloni boyaga juda ham o'xshash. Rangi lekin qora emas, bu yo bismillah. O'tirib olaveramiz, biz uyalmaymiz. Chunki so'radim, videosini maylama dedim, klient sifatida dedim. Biz ham sizlardan xarid qilganmiz desam, bemalol olavering deydi video. Sizga reklama qilib beraman dedim. Balki o'zbeklarimiz Shvetsiyada yashayotgan yoki O'zbekistondagi o'zbeklarimiz yaxshi niyat qilib qo'yishi bir inshaalloh Merc olsa bir qanaqadir obzorda men videolarimni ko'rib mana Merc olsa inshaalloh xursand bo'laman men faqat. Shuning uchun obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Men hamma narsasini detalni ayta olmayman, chunki bir men mashinada juda ham yaxshi tushunadigan bir mexanik emasman, bir qandaydir mashinaga qiziqqan bir inson sifatida obzor berib, o'zim bilganlarimcha, o'zim tushunganlarimcha obzor qilishga harakat qilaman. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. Buni narxi $110 ming atrofida. $110 ming atrofida. Tur balon tortadi, boyagidek Furomatic motorlar haqida shuncha yozilibdi. 10 litr yeydi. 100 ga 10 litr shahar dalni aralash. Shuncha katta mashin 10 litr 100 ga yeydi. Faraz qilyapsizlar. Mana mashina kattaligini qaranglar. Mashin katta bo'lsa ko'p yeyish kerak deganimiz. Men qilsa bo'lar ekan, qanday qilyapti ekan shulardan
o'rgansa bo'lmaydimi? Kimlardir, mayli gapim tiyib ketmasin. Tashqi bir hafta mavjud u kattaroq. Bu kasal kupa esa dumaloqroq. Men xuddi mana bundan haydab ko'rgandim. Juda ham yaxshi mashin, men ko'p takrorlayman chunki yana bir narsaga e'tibor qilaman-da, Mercedes bitta joydan razvorot qilib olishda boshqa mashinalardan farqi juda ham katta. Masalan, katta gabaritli bo'lsa ham men shu narsani sezganmanki, Audi'da yoki BMW'da razvorot qila olmaydigan joyda Mercedes qiladi. Ya'ni ularning sistemasi boshqacha bo'lsa kerak. Endi ko'p mashinalarda bilmayman, lekin men shu narsaga e'tibor qilganmanki, razvorot qilish oson, ya'ni razvorot uchun juda ham katta joy talab qilmaydi. Arkadan farasini yoqib qo'yishibdi. Ya'ni buni start qilib qo'yishgan kimdir. İçini ko'ringlar. Mashin holat ichidan juda chiroyli. Hamma narsa avtomat почти. Start yo'q deb turibdi. Yoqmaymiz, yo'qsa bum qiladi. Shum qilmaylik salon ichida. Buni ko'p komplektatsiyasi yo'q ekan, chunki agar ko'p komplektatsiyasi bo'lsa, mana yoqqa to'g'rilashardi. Bu ko'p narsa pul qo'yishmagan, mana bu yoqda turibdi. Chunki arzonroq variantni xohlasangiz, shunaqa narsalar bo'ladi. Agar qimmatroq variantni xohlasangiz, hamma narsasi eshikda bo'ladi. Buni ko'plar bilsa kerak. E300 Cabriolet variant. Markasini ko'rishingiz mumkin. Ajoyib ichi. Nersa ichi juda ham keng. Lekin bu haqida bilmadim, chunki orqasini qaranglar. Bu haqida uncha narsa deya olmayman. Yoki sidyan juda ham orqaga tortilib qo'yilgan uchun shunday ko'rinyapti. Bilmasam, lekin buni narxi $60,000 atrofida. Yo'q. Buni narxi standartni zavoddan chiqadigan narxi $60,000 atrofida, lekin buni narxi 70,000, chunki ko'p narsa qo'shilgan, ya'ni 100,000 narsa qo'shilgan. 100 kilometrga 7-6 litr benzin yeydi. Ot kuchi 280 plus 14. 258 plus 14. 272. Adashmagan bo'lsa. Aslatgani bilmaydi deb buni ko'rmanglar. Ko'rishinglar mumkin. Yekil. Mana do'stlar, почти hamma mashinalarni ko'rsatib bo'ldim. Hozir ko'chada haydash mumkin bo'lgan bironta mashinani ko'rsataman. Agar haydab ko'rishga bersa, balki haydab ko'rarman. Bilmayman, haydab ko'rishga berishadimi, berishmaydi. Avval lekin berishardi. Hozir bilmayman. Yo Alloh, haydab ko'rishga to'shni berishmaydi, chunki meni pravam uyda qolib ketibdi. Boshqa kurtkada. Bu hozir olib qochdi demaylar, men boshqa mashinamizda ham o'zim haydab yuribman. Polis to'xtatsa yaxshi bo'lmaydi, chunki pravasiz haydab yuribman. Hali prava bilan haydab yurishga majbursiz. Mana bu yangi atmosferasi, Happy Christmas. Ayiqcha. Yaxshi emas, hozir esimga tushdi. Pravam uyda qolib ketganligi. Bu yerda pravasiz haydab bo'lmaydi. Alloh xohlamabdi. Mayli, inshaalloh boshqa kunga nasib qiladi. Hozir hayolimga keldi, prava degandan karmanimga solib qo'yaman. Karman, bunday bir bilmayman, karmandan shunaqa boshqa kurtkamda edim. Ko'chaga chiqib keldim, u kurtka qolib ketdi. Hozir boshqa kurtkadaman. Asli uyga borib olish kerak. O'ylaymanki do'stlar, video qiziq bo'ldi. Yana qanaqadir narsalarni bilish xohlasangiz, albatta kommentariyaga yozinglar. Narxlari. Men bitta narsani o'ylagandim, agar biror bir inson Shvetsiyadan biror bir mashina zakaz qilmoqchi bo'lsa, men xuddi Shvetsiyadan mashina zakaz qilsa qimmatroq bo'ladi, Germaniyadan zakaz qiladi ko'plar yoki Dubaydan. Lekin Dubaydan yangi mashina kelarkan, men shuni bilmayman-da. Ko'plar sal minilgan deydi, lekin minilgandan keyin rastamoshkasi oshib ketadi. Uni nima qilasizlar? Shu tomonlari ham bor. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'ylaymanki do'stlar, videom sizlarga yoqdi. Mana kimda ko'p bor ekan, tepfor edibman. Albatta kommentariya qoldiringlar. Fikrlaringizni yozinglar. Nima yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa. Odam ko'payib ketdi. Men do'stlar, Mercedes magazinini o'zimcha bir obzor qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. O'ylaymanki video qiziq bo'ldi. Qanaqa savollar bo'lsa, albatta yo'llanglar. Mashina sotib olmoqchi bo'lgan insonlar albatta yozinglar, men sizlarga yordam qilaman. Inshaalloh narxlarni o'rganib berib, rastamoshkalari haqida so'rab berishga. Nima ham deyman, yoqqan bo'lsa har doimga like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike. Albatta nimadir qiling. Har videomda aytib o'taman. Albatta yo'q, dislike bosing, kommentariya yozing. Yana nimadir qilsangiz inshaalloh xursand bo'laman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh hammani o'z panohida asrasin.
keyingi videolarda inshaalloh boshqaroq magazinlarni, ya'ni boshqacharoq bir narsalarni chiqarishga harakat qilaman. Bugun yakshanba kuni edi, boshqa joyga bormoqchi edim, lekin magazin mashinani ko'rim keldi. O'zim mashinalarni juda yaxshi ko'rgan bir shaxs sifatida aylanib ko'rib yuraman har doim. Inshaalloh bunaqa mashinalarni hammamizga nasib qilsin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohim barchani o'z panohida asrasin do'stlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Albatta ko'p odam ko'rar ekan, obuna bo'lmasga. Obuna bo'lib qo'ysanglar, men bilmayman balkim menga obuna bo'lgan yoki like, dislike bosganini. Anonim qolasizlar baribir. Shuning uchun bilet, ya'ni ishtirok urib ketmaslik uchun qo'yib qo'yiladi har doim Shvetsiyada. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh keyingi videolar ko'rishguncha xayr.